Аңлаватқаныңыз доктор Павел Каланити қаламидagi Nafas havoga aylanganda nomli kitob. Bu kitobni Bilgajon tarjima gruppisidagi fidoyi tarjimonlar inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilgan. Birinchi qism. Agar men yozuvchi bo'lsam, har xil o'limlarni to'plab bir kitob yozatdim va mundoq qo'shib qo'yatdim. Boshqalarga o'limni o'rgatganlar birli vaqtda yana yashashni o'rgatmoqda. Falsafa tadqiqotining o'lim tadqiqoti ekanligi haqida. Michel Montaigne. Doktorxona karavotida Lucy ikkimiz yonma-yon yetib yig'lab o'tirdik. CD tasviri kompyuter ekranida yelimi chaqnab turibdi. Mening doktorlik salohiyatim hozir faqatla muhim emas edi. Rak badanimdagi nurg'un a'zolarga tarqalib bo'lgan bo'lib, diagnoz nihoyat aniq edi. Yotoq jimjit. Lucy, sizni so'yman Pavel, dedi. Mening o'lib ketkim yo'q, dedim men. Men uningga mendan keyin qolsa cho'qim yana to'y qilishni, chunki uning yolg'iz qilishiga chidamaydiganligimni aytdim. Men yana qarzlarimni darhol bir taraf qilib o'tishni aytdim. Ondan biz uydagilarga telefon qilishga boshladik. Oraliqda Viktoriya kirdi. Biz diagnoz natijasi va keyingi davolash planlari haqida birdan paranglashdik. U balnis doktorlikka qaytish uchun nimalarning zarurligini so'zlashga boshladi. Men uning gapini bo'ldim. Viktoriya, dedim men. Men endi hargizmi doktorlik salohiyatim bilan bu doktorxona qaytib kelmayman. Siz-chi? Hayotimning bir bobi oxirlashgandek edi. Balki butun hayot kitobimning oxiri ko'rinayotdi. Men endi o'zimni hayotlikka yo'l ko'rsatkichi emas, balki yo'ldan ozgan, qaymoqib qolgan qo'yga o'xshatdim. Eg'ir kasal hayotni o'zgartishli emas, butunlay xonavayron qilib o'tadi ekan. U xuddi sizga zodan nimaning haqiqiy muhimligini ko'rsatib berguchi kuchlik bir dasta nurdan bakrak ko'z oldingizdagi yo'lni kukum talqon qilib o'tadigan o'tga o'xshaydi. Men bir amal qilishim kerak edi. Inim Jivan qishimga keldi va dedi: "Aka, sen allaqachon nurg'un utuq qozonding. O'zingmi bilasan? Shundaqmi?" O'xtatdim. U yaxshi ko'ngli bilan davatotdi. Biroq bu gap menga quruq gapli bilindi. Mening hayotim kuch yig'ish bilan o'tgan. Lekin amdilikda o'sha yiqqanlarim bekor ketgan edi. Men nurg'un planlarni tuzgan va amalga oshirishga ozlik qolgan edim. Lekin hozir jismim tugashdi. Kelgusim va shaxsiy salohiyatimmi yo'q bo'ldi. Burun bemorlarim duch kelgan mavjudlik masalasi meningmi beshimga keldi. O'pka raki degan diagnoz jazmlashdi. Inchki planlangan va ming jafoda qo'lga kelayli deb qolgan kelgusim parg'aylangan edi. Xizmatdagi eng yaqin tanishim bo'lgan o'lim mana endi meni yo'qlab keldi. Biz mana 100 o'ltiribdimiz. Lekin uni yanada tanıyolmaydim. Asli men hayotlik yo'limning bir do'qmushiga kelib bo'lgan. Bu do'qmushda turib, yillardan buyon davolagan sonsiz bemorlarimning oyoq izini ko'ralaydim. Amdilikda bo'lsa, ko'z oldimda qup-quruq, bo'sh, ma'nisiz, izitqudek op-oq bir cho'llik so'zlab yotadi. Xuddi bir bo'ron chiqib, men taniydigan barliq izlarni o'chirib tashlagandekla. Kun petayotdi. Men ertasi saharda doktorxonadan chiqdim. Asli hafta oxiriga kelishib qo'ygan o'sma kasalliklari doktor bilan bo'lgan uchrashishimiz shu kuni kashga surilibdi. Sestraning deyishicha, doktor ishdan tushib, bolalarni maktabdan akilishdan burun meni ko'ngil keldigan bo'pti. Uning ismi Emma Hayward bo'lib, rasmiy ko'rishishdan burun men bilan bir ahvollashmoqchi bo'lgan ekan. Men Emmani ozroq bilatdim. Chunki burun uning bir qancha bemorini davolagan edim. Lekin
Biz xizmat ishidan boshqa ish to'g'riliq paranglashib boqmagan edik. Tuqqanlarim yotoqda jimjit o'tirishadi. Lucy bo'lsa karvatimning yonida qo'limni tutib o'tiradi. Ishga kelib Emma kirdi. Uchisidagi oq xalatdan uning bir kun jafoliq ishigini chiqib tursimi, chiroyida yanala kulgi jilva qiladi. Yana ishkaylanma billi kirdi. Emma mendan faqat necha yoshli cho'ng. Shundaqdimi, o'lim bilan hapilishadigan boshqa doktorlarga o'xshash uzun va qora sochlariga baldurla oqsanjilishga boshlagan edi. U o'rindiqdan birini tortib, qishimga kelib o'ltirdi. "Tinchlikmi? Men Emma", dedi u. "Kechirsiz. Bugun uzun turolmayman. Shundaqdimi, bir kelib o'zimni tanishtirib o'tay dedim." Qo'l ilishib ko'rishdik. Okul shilankisi belikimga chirimishib ketgan edi. "Tinchlikmi? Meni ko'ngil kelganingizga rahmat", dedim men. "Men balalaringizni og'ili bordiganligingizni bilaman. Bular mening tuqqanlarim. U, Lucy, dadam, opam va aka-ukalarım bilan boshlang'ich deb salomlashdi. Nima desam bo'la? Bundaq ishga yo'liqqaningizdan bak ko'nglim yerim bo'ldi. Necha kundan keyin kasalingiz haqida uzoq paranglashamiz. Patologiya bo'limdagilarga o'sma avrishingizni avatdiq. Shu tekshirishning natijasi keyingi davolashga yo'l ochadi. Balkim ximiyalik davolash qilishimizmi yoki qilmasligimizmi mumkin. Avval tekshirish natijangizni kutaylik. Yarim yil ilgirimi so'qir fichay yallig'i bo'lib qilib, yotoqda yetib qolgan edim. O chaqda hammaylar meni bemor deb emas, yanala xizmatdosh deb biladi. O chaqda men xuddi o'zimning tibbiy maslahatchim edim. Men hozirmi yana shundoq bo'lishini umid qilatdim. Hozir vaqt emasligini bilaman, dedim men. Lekin men Kaplan Mayr hayot qilish agressivligi haqida paranglashsak deyman. Yo'q, qat'iy bo'lmaydi, dedi Emma kesibla. Qisqasi kutkichimdiq. Uning bundoq gap qilishga nima etdi? Deytdim ichimda. Bu degan doktorlarning, mendek doktorlarning davolash natijasini oldin faraz qilishdagi muhim bir manba tursa. Albatta, meningmi bilish huquqim bor. Davolash to'g'risida keyinchi paranglashamiz, dedi Emma va davom qildi. Xizmatga qaytishingiz haqida paranglashimiz tehi. Faqat siz qayta xizmatga tushishni xohlasingizlar. An'anaviy ximiyalik davolash usulida o'ng platin bilan pimetrexidga ovostin qo'shib ishlatadi. Lekin biz atrof nerv kasallik keltirib chiqarish xavfi cho'ng bo'lgan o'ng platinning o'rniga karboplatin ishlatishimiz mumkin. Bu meni texmi yaxshi qo'g'daydi. Siz doktor, buni albatta bilasiz. Xizmatga qaytish nimalarni beljirlayotdi bu Emma xonim? U kalisidan kattami yoki men kesalimni bek eg'ir deb o'ylab oldimmi? Taxminan qanchalik umrim qoldi? Buningga amaliyotga uyg'un bir vaqt pishmay turib, u ishlarni qanday o'ylash qilib bo'lsin? Beshim qattiq qiyib, yer perqirashga boshladi. Inchki halqalarini keyinchi so'zlashayli, dedi u. Siz bu kelishmaslikni hazm qilib oling. Men faqat yakshanbadagi uchrashishimizdan burun bir ko'rishib chiqay deb qishingizga kirgan. Bugun so'raydigan boshqa savolingiz bormi? Kaplan Mayr siziqidan boshqa? Yo'q, dedim men. Beshim ilimi qiyovatdi. Kelganingizga rahmat. Men de xush bo'ldim. Bu sim kartam, dedi u. İşxonamning numarimi buningda bor. Ko'rishkicha qanday ish bo'lsa izlang. Uydagilarim va do'stlarim tezla o'zlarining tibbiy sohadagi aloqa to'ridan foydalanib, Amerikadagi o'pka rakini davolaydigan eng usta doktorlarni izlashga boshladi. Houston va Nyu-Yorkda xeli cho'ng o'sma kasalliklari markazi bor edi. Shu yerga berib davolansam qanday bo'lar? Qanday ko'chish kerak? Yoki vaqtli doktorxonaga yo'tkilamdim degandek ishlarni keyinchi bir narsa deyishga ep qo'ydik. Ko'pchilik tezli natijaga erishdi. Emma Amerikadagi eng oldingi qatorda turadigan, hatto dunyoga dangliq o'sma kasalliklar doktori bo'lib, davlatlik o'sma kasalliklar komitetida o'pka raki to'g'risida maslahat beradigan mutaxassis bo'lib qolmay, yana bemorlarning holiga yetadigan Ko'yimchan
qaysi vaqtda nima qilish kerakligini obdan biladigan yaxshi doktor ekan. Men to'yiqsiz shundoq bir xiyolga kelib qoldim. Jimi jahonni aylanib yurib, kompyuterda tasodifiy taqsim qilinib, mushu doktorxonada praktikant doktor bo'ptiman. Ondan o'ylab baxmagan kasalga giribtor bo'lib, ya'ni shu soatdagi eng usta doktorning bemori bo'ptiman. Bu hafta asosan karvatdan turolmadim. Kesalim texmi ig'irlab ketgachga, texmi ojizlab ketgan edim. Badanim hozir asldagi holatidan butunlay o'zgarib ketgan edi. Karvatdan tushib, hojatga chiqish allaqachon postla qavatimning ongsiz harakati bo'lmasdan, balki bir intayin tas ishga aylanib, texin nurg'un tayyorlik qilishimga to'g'ri keladi. Fizikalik davolash doktorxonadan chiqqanda, uyda qiynalib qolmasligim uchun lozimliq narsalarning tizimligini tuzib berdi. Bir hasa, maxsus ishlangan tarattungi tagliki. Aram ag'anda tiqimimga qo'ydigan ko'pik taxta degandek narsalardan boshqa yana nurg'un og'riq to'xtatadigan dorilar bor edi. Doktorxonadan chiqqach o'ylab qoldim. Texi 6 kunning oldidala 36 soat uda operatsiya qila oldim. Ajab, bir hafta vaqt ichidala shunchalik ojizlashib ketdim desa. Lekin u 36 soatdami o'zimning yerib charchashga taqobil turadigan ushoq amallarim bor edi. Ya'ni kelib, xizmatdoshlarimga yordamlashatdi. Lekin osh chog'dimi badanim qattiq og'rigan edi. Hozir CT tasviri va boshqa tekshirish natijalari ko'rsatib turibdi. Men g'iraqli emas, balki oxirgi bosqich. Badanim tugishayildab qolgan edi. Acaba andisham isbotlanganligi uchunla men bir tibbiy xodim bo'lish supatim bilan xizmatimga, bemorlarimga, nervi tashqi kasalliklarga bo'lgan mas'uliyatim, mukammallikka bo'lgan intilishimni tashlavassam bo'lamdi. Ko'nglimda o'zimga shundoq deb javob berdim. Bu yerda mundoq bir zidlik paydo bo'ldi. Men xuddi palliga yetayildab qolganda qattiq yiqilib tushgan uzunga yugurish mayriga o'xshaydim. Bemorlarning holiga yetish majburiyatim endi menga harakatlantirgich kuch berolmaydi. Chunki o'zim bir bemor edim. Odatda men g'alati alomatlar bo'lgan bemorning kasalini ko'rganda, shu kasalga munosabatli mutaxassislardan maslahat oldim va munosabatli kitoblarni o'qib chiqatdim. Bu qitimmi shundoq boshladim. Ammo men nurg'un dorilar tang ishlatiladigan ximiyaviy davolashga doir materiallarni o'qishga boshlaganda, uningdagi zamonaviy va markazlik davolash usullarining jiqligi va murakkabligidan kallamda nurg'unlagan savollar paydo bo'lib, kitobni tuzuk o'qiyolmadim. Xuddi Aleksandr Pop aytgandek, xatarlik hech ish yo'qdir, chala bilmakdan. Qenib ich, yo buloqqa kelmagin yaqin. Yetarli klinikalik tajribam bo'lmagan ahvol ostida, men o'zimni hozirgi yangi uchur dunyosiga qo'yib o'ylanmaydim. Kaplan mayri siziqidagi o'rnimni texmi topolmaydim. Shunga men yavaşlik bilan klinikalik ziyoratni saqladim. Ammo ko'pincha hollarda aram oldim. Men Losi bilan ikkimiz tibbiy universitetga tushgan rasmga qarab o'ltirib ketdim. Rasmda ikkimiz nihoyat xushal usul o'ynayotdik. Ishlar nima degan ko'ngilsiz? Aslida hayotini birlikda yaxshi o'tkazishni planlagan bir juftlar o'zlaridagi ojizliklardan aslo bexabar edi. Ammo o'ylab qoldim. Do'stim Laurining to'y qilishga putishgan yigiti, u mashina vaqasida o'lib ketganda qancha azoblangandi, ha? Uning qismati meningkidanmi ig'irmidi? Oilamdagilar meni doktor salohiyatimdan bemor holatiga o'tkazish jarayonidagi nurg'un ishlarni tamomlashibdi. Biz torda doktorxonaning pochtadan yetkazish mulozimati uchun bir hisobot ochdik. Ondan bir karvat vodiga buyurtdik va bel og'rishni yengillatishga foydali bir qo'llanishchan karvat selinchisi setib oldik. Asldagi iqtisodiy planimizda mening kelar yildagi kirimim 6 qatlanadi. Lekin amlikda bo'lganda u son aniqsiz holatga aylanib qelyotdi. Yana mendan keyin qolsa, Losining o'zini qo'g'dishi uchun nurg'un iqtisod hal qilish zarur bo'lmoqda edi. Dadam mening bu tayyorliklarimni kasalga bosh ekkanlik deb qaradi. Uningchi bo'lganda, men bu kasalni yengalaytdim va bir amallar bilan saqib ketdim. Men burun bemorlarimning tuqqanlarining dal shundoq gaplarni jiqanglagan. Shundoq chaqlarda men ularga nima deyishni bilmaydim. Hozirmi
dadamga nima deyishni bilmadim. Nimani deyalaydim? 2 kundan keyin Lucy ikkimiz Imma bilan ko'rishdik. Ota-onam saqlash uyida titib o'ltiratdi. Tibbiy yordamchi kirib, qenimdan avrisga ib chiqib ketdi. Imma va uning kasbiy sestrasi dal vaqtida keldi. Imma bir o'rindiqni oldiga tortib, men bilan yuzma-yuz qarashib o'ltirib, gap boshladi. "Yaxshimsizlar? Bu mening yordamchim Alikis", dedi u, kompyuter oldida bir narsani yozayotgan sestrani ishorat qilib. Siz suhbatlashishga tegishsak, nurg'un ishlarning borlig'ini bilaman. Ammo avval ahvolinglarni so'rab baqsam. Qandoq turdinglar? dedi. Yomon emas. Har ehtimollarni o'ylashib qo'ydik. Dedim men javoban. Hozir obdan dam olyapman. O'zingiz-chi, qandoq? deb so'rdim men. Menmi yaxshi? dedi va to'xtab qoldi. Bemorlar odatda doktorlardan ahvol so'ramaydi. Biroq Imma mening xizmatdashim edi. Men bu hafta ambulatoriya ishlarini qilyapman. Bu xizmatni siz obdan bilasiz, dedi u va kulimsirab qo'ydi. Lucy ikkimiz albatta bilatdik. Kasalxona doktorlari odatda qancha oldirish bo'lishidan qat'iy nazar, qarorlik holda ambulatoriya xizmatini qilmasa bo'lmaydi. Kulgi chaqchaqdan keyin biz o'pka raki tadqiqoti to'g'risida ochiq yo'riq paranglashishga boshladik. U bu xil rakka qarta 2 xil davolash usulining borlig'ini tanishtirib o'tdi. Biri ximiyalik davolash usuli edi. Bu usul asosligi tez parchalanayotgan hujayralarni nishon qiladigan bo'lib, buningda asldagi rak hujayralaridan boshqa yana bemor badandagi a'zolarga ta'sir uchraydi. Masalan, yulun, tuk xaltisi va uchay degandek. Imma xuddi boshqa bir doktorga leksiya so'zlayotgandek, sanseparlar bilan aniq so'zlaydi. Ammo u boshdan oxir Kaplan Mayri siziqini tilganmadi. Yana bir yangicha davolash usuli bo'lsa, texnik tadqiqot bosqichida bo'lib, uningda rak hujayrasidagi ma'lum alohida molekulalarning kamtukligi ko'zda tutiladi. Men bu xil davolash to'g'risida nurg'un gap so'zlarni anglagan bo'lib, menga bu usulda rakni davolash nurg'un vaqt sarf qiladigan mushkul ishdek bilinadi. Lekin Imma bu jihatdagi ilgirlashlarni tanishtirganda men hayron qoldim. Bu usul ba'zi bemorlarga nisbatan darvaqa hayotni urg'utalaydigan bir amalga o'zgarayotgan edi. Tekshirish natijalari asosan chiqib bo'ldi, dedi Imma so'z boshlab. Sizda trifosfoinzotil aktivlashtiruvchi enzimining tasodifiy o'zgarish alomati bor ekan. Ammo uning nimadan derak beradiganligi aniq emas. Ko'p uchraydigan tasodifiy o'zgarishga qarta qilingan sinaq nurg'un bemorlarga ishlatilgan bo'lib, hozirgi ahvolda epiderma o'stirguchi faktoriy qubullug'uchi aqsilni ishlatishni qaror qilib bo'lmaydi. Meningcha, siz navbatdagi ahvolingizda ximiyalik davolash qilishning o'rniga Tarsiva degan dorini yesangiz texim muvofiq deb qarayman. Uning natijasi ati chiqadi. Agar u dori sizga aks ta'sir ko'rsatsa, men sizning kasallik ahvolingizni o'ylashib, dushanba kuni ximiyaviy davolashni boshlashga o'rlashtirib qo'yaman. Shu an bir xil qarindoshlik mehrini his qilib yetdim. Immaning ko'rsatmasi dal mening ko'nglimdagi nerv operatsiya doktorining maslahati bo'lib, uningda bemorning tanlash erkinligi bor edi. Ximiyalik tanlashda asosliq tanlash emas, karboplatin yoki sisplatin bo'ladi. Ayrim tajribalarda ko'rsatilishicha, karboplatin sisplatindan yaxshiroq. Sisplatinning unumi yaxshi, yuqoriroq bo'lsa-mu, zahri kuchliroq. Bo'libmi nerv ta'siri cho'ng. Nimil degan bilan bu to'g'risidagi uchurlar ko'nrab qoldi va zamonaviy kutinish usulida bu ikki xil dorining bevosita farqi borligi aniq emas. Pavel, siz qanday o'ylayapsiz? Men keyingi operatsiya xizmatim uchun qo'limni ayab o'ltirmayman, dedim men. Hayotli bo'lsam, yana nurg'un ishlarni qila olaman. Qo'llarimdan ayrilib qolsam, boshqa xizmat topsam bo'ladi yoki xizmat qilmasam bo'ladi. U to'xtab qoldi. Sizdan bir ishni so'ray, Pavel. Operatsiya siz uchun muhimmi? Albatta bek muhim. Men buning uchun hayotimning 3/1 qismida tayyorlik qildim, dedim men. Bo'ladi. Undaqda men karboplatin ishlatishingizni tashabbus qilaman. Men u dora hayot qilish qolmaslikni belgilaydi demayman. Ammo meningcha, u turmush sifatingizni zo'r darajada o'stiralaydi. Sizning
yana boshqa savollaringiz bormi, Pavel? deb so'radi Emma. Uning chiroyidan operatsiyani cho'qim qilish kerakligi chiqib turadi. Menmi uning deganiga qo'shilishga rozi edim. Balkim men o'zimni operatsiya qilish bir mumkinchilik va chiqish yo'li deb ishontirayotgandiman. Ammo men sal ozodlik his qilib qoldim. Tamak cheksam bo'lamdi, dedim men chaqchaq qilib. Lucy kulib ketdi. Emma ko'zlarini olaytib turib, bo'lmaydi. Muhimroq savolingiz bormi? dedi. Kaplan Mayer buning gapini qilishmayli. Men shundoq deyishimgila u gapimni bilib etdi. Men uning joyligini tushunmay qoldim. Nimani degan bilan, menmi bir doktor. Bu statistikalarni ko'rib tushunalayman va shu bo'yicha tayyorlik qilsam bo'ladi emasmi? Bo'ladi, dedim men. Hamma ishlar aniq bo'ldi. Ata EGFR ning tekshirish natijasi chiqqanini paransayli. Yaxshi chiqsa, Tarsiva tabletkasini yeyishni boshlay. Bo'lmasa, dushanbadan boshlab ximiyalik davolashni boshlaydi, dedim. Ma'qul. Haras, sizga deb qo'ydigan yana bir gap. Men hozir sizning mas'ul doktoringiz. Har qanday masala bo'lsa, oldin meni izlang. Ma'qulmi? dedi Emma. Men qarindoshlik hissiyotini qayta his qildim. Rahmat, dedim men. Xizmatingizning ko'ngillik bo'lishiga tilakdoshman. U chiqib ketib, uzoq o'tmayli qaytib keldi va bu loyihaga qo'shilmasanglar hech qisi yo'q. Ammo ba'zi o'pka rakini davolashga qarta mablag' to'plag'uchilar sizlar bilan ko'rishni xohlaydi ekan. Bu ishga hozir javob bermasanglar bo'ladi. O'ylanib bir qarorga kelganda Alexga deb qo'ysanglar bo'ladi. Men sizlarni hargizmi o'zinglar xohlamagan ishni qilishga zo'rlamayman, deb qo'yib chiqib ketdi. Biz qaytib manganda Lucy u bak qaldiskan. Sizga bak mos kelarkan. Garchi dedi va kulib turib davom qildi. Meningcha u sizni yoqtirib qopti. Xo'sh, dedim men. Mundaqcha etsaq, bir tadqiqot natijasida ko'rsatilishicha, doktorlar o'zlari bakrak ko'ngil bo'lgan bemorlarga qarta oldin paraz qilishga ojiz keladi ekan, dedi Lucy. Ay. Biz andish qilish tegishli ishlar tizimligida bu xil ehtimollik balkim eng ostida bo'lishi mumkin. dedim men kulib turib. O'z o'limim bilan bu qadar yaqindan uchrashishning hayotimdagi hech nimani va hammani tangli o'zgartirayotganligini his qilishga boshladim. Menga o'pka raki deb diagnoz qo'yilishdan burunmi men hamon bir kun o'lib ketadiganligimni, ammo u qaysi kuni bo'ladiganligini bilmaydim. Mana hozirmi o'xshash. Hamon o'lib ketadiganligimni bilaman-yu, qachonligini bilmayman. Biroq hozir nimali bo'lmasin, aniqroq edi. Bu ilm-fanning taraqqiyot masalasi emas. O'limim muqarrarlashib bo'lgan. Qutulish mumkin emas edi.